Xotin kishi xohlamaganda unga yaqinlik qilish, bilasizmi qanaqa narsa? Er xo'jayin. Demak, bu xizmatkor. Baqirsa, darrov aytganini qilish kerak. Agarda aytganini qilmasa, so'kallar. Unda bo'lyapsanmi? Bunda qilyapsanmi? Kim? Chunki men podshohman. Meni aytganim deganim degan. Qanaqa yaxshi ko'rsin. Xotin kishi xohlamaganda unga yaqinlik qilish, bilasizmi qanaqa narsa? Dunyoda buning uchun jinoiy javobgarlik bor. Qamaydi. Chunki xotiningiz bo'lsa ham jinsiy zo'ravonlik uchun qamaydi. Bizda yo'q. Kaltaklasa ham, uyda o'sha jinsiy zo'ravonlik qilsa ham, xotin nima qilsa ham yotib berish kerak, turib berish kerak, boshqa. Siz qanaqa qilib undan garmoniya so'raysiz? Bu yozgan xatingizdan siz umuman garmoniya nimaligini tushunmaganingiz ko'rinib turibdi. Siz shuncha mana gapirayotgan gaplarimizni erkak kishi avvalambor bilib qo'ying. Biz hammamiz musulmonmiz. Ilmimiz bor. Ilm deganda bilib qo'ying, ayol kishini o'sha xotin qilib oldikmi, shu bizni o'sha mahramimizga tushdimi, mahrimimizga tushdimi? Bo'ldi, o'sha shuni yedirib ichirish, qarash, hammasi tarbiyasi bizning bo'ynimizda. Uni buyurib emas. O'zingiz ham erkak siz buyursa qilasizmi? Yaxshi gapga ilon inidan chiqadi deydi. Shuni ko'nglini topib, qanaqa ersiz xotinni ko'nglini